Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda kechki paytda ishlatiladigan har 8 kilovat elektr energiyasi zaxiradan olinmoqda. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda energiya saqlash tizimlari BESS quvvati mamlakat energetika tizimining kechki maksimal yuklamasining 13,5% dan oshdi. Bu haqda Energetika vazirligi xabar berdi. Vazirlikning bildirishicha, bugungi kunda respublikada umumiy quvvati 3930 megawatt bo'lgan 15 ta quyosh va 1652 megawatt bo'lgan 5 ta shamol elektr stansiyasi faoliyat yuritmoqda. Joriy yil boshidan buyon ushbu stansiyalar tomonidan 4 milliard kilovatt soatdan ortiq yashil energiyasi ishlab chiqarilgan. Qayd etilishicha, qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushining ortishi energiya saqlash tizimlarini rivojlantirish zaruriyatini kuchaytirmoqda. Bunday tizimlar quyosh va shamol stansiyalarida ishlab chiqarilgan ortiqcha energiyani jamg'arib, elektr iste'moli eng yuqori bo'ladigan soatlarda tarmoqda uzatish imkonini beradi. 2024-yilda Farg'ona va Andijon viloyatida har birining quvvati 150 megakilovat bo'lgan ikkita energiya saqlash tizimi ishga tushirilgan. 2025-yilda esa quvvati 1245 megakilovat bo'lgan yangi tizimlar foydalanishga topshirilgan. Natijada hozirgi kunda O'zbekistonda umumiy quvvati 1545 megakilovat va energiya sig'imi 2600 megakilovat soat bo'lgan energiya saqlash tizimlari faoliyat yuritmoqda. Energetika vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bu ko'rsatkich kechki eng yuqori iste'mol soatlarida foydalanilgan har 8 kilovat elektr energiyasini avvaldan jamg'arilgan zaxira hisobidan qoplash imkonini beradi. Vazirlik qayd etishicha, energiya saqlash tizimlari quyosh va shamol elektr stansiyalarini yagona energetika tizimiga samaraliroq integratsiya qilish, tabiiy gaz sarfini kamaytirish hamda elektr ta'minoti barqarorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Ma'lum qilinishicha, 2026-yil yakuniga qadar mamlakatda energiya saqlash tizimlari quvvatini 2000 megakilovatga, energiya sig'imini esa 3600 megakilovatt soatga yetkazish rejalashtirilgan. 2030-yilga borib esa ushbu ko'rsatkichni 4,5 gigakilovatga o'tkazish ko'zda tutilgan. Do'stlar, shu va shunga o'xshash videolardan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.